Qo'ylarni o'zini oladigan bo'lsangiz 4 milliondan, tekinga olaman siz shularni sanani men bilan olishingiz kerak. Narxini qarang, o'zi aslida 50 milliondan baraka qilibdilar. Pul ozgina yetmadi deyaptilar. Mana endi Naprinskiga 50 millionni ichiga bitta qo'y qo'shib berasiz shunda. 50 million so'mdan ketadi Odilaga, har bittasiga bittadan qo'shib beraman. Bu degani mollarim 46 milliondan ketdi degan Odilaga, o'zi 50 milliondan baraka bo'lgan. 52 milliondan chiqarganmiz, 50 milliondan baraka bo'lgan, 18 tasi. Hozir mana aka 17 ta. Mana aka men bilan tuqqan mana. Erkak tuqqan 40 ta sut beryapti. Narigisi 30 ta sut beradi. Ikkitasi ham erkak tuqqan Odilaga. Qolganlari ham hammasi tug'adi. Hammasi bo'g'oz, xudo xolasa. Olsin bitta joyda maza qilsin. Kalshin friz aka pul tikib olib kelsa ham buni 55 milliondan bunaqasini olib kela olmaydi. Xohlasang 70 mingdan joybeska olsin, o'sha qo'chqorlarni ham qo'shib beraveraman, farqi yo'q. 93 4 2 3 5 ga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin o'rtoqlar. Li 9'ini beradigan odamga bitta molga bitta qo'y hech narsa emas. Xamir uchidan patir yoki dengizdan bir tomchi. Shunaqa aka. Nima deysiz? Alloh bizga beraveradi aka. Tamam. Alloh beradi. Jonimiz olmasa bo'ldi aka, jonimiz sog' bo'lsa mana xudo xolasa bir o'limdan qaytdik. Kapinsalarni oldim, qo'llarim teshilib ketdi. Jonimiz sog' bo'lsa aka, bundan ham zo'rlanib, bundan ham yengil chiqarib beramiz xudo xolasa aka. O'rtoqlar mana sizlarga. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani. Biz Chinobodda Shersekan fermasidan videoni yakunlaymiz.